Amerikada oilasiz bitta odam yashash uchun o'rtacha qancha pul rasxod ketadi bir oyda? Qanaqa sharoitda yashashingiga bog'liq, nima qilishingizga bog'liq. Ko'p student bolalar keladi bu yoqqa, masalan, o'qish uchun rent olsak 1,5 mingdan boshlab tepga qarab ketdi. 3-4 kishi o'tiradigan bo'lsangiz, $500, $600 tushishi mumkin. Ikkinchi narsangiz bu masalan ovqatlanishingiz. Masalan, uyga bozorlik qilib, uyda qilaman desangiz, ancha masalan ekonom qilib turib, $500 gacha ketib qilishingiz mumkin. Bundan tashqari, inshuranslar bor, ya'ni strafovkalar bor. Mashinangiz bo'lsa, bu yerda har oy sizning inshuransga to'lashingiz kerak, ya'ni strafovka pul to'lashingiz kerak. Bu ham kamida masalan $80, $100, $150 ketaveradi. O'qiydigan bo'lsangiz, Amerikada как student sifatida kontraktingiz bor. To есть, по-любому masalan kontraktingizni to'lashingiz kerak oyma-oy. Agar masalan uydagilar to'lab berishayotgan bo'lsa, bu ancha yaxshi. Siz o'zingiz o'rtacha bir oylik xarajatingiz qancha? Faqat Amerikani o'zida xarajatni hisoblasam, 2,5 mingdan 3,5 ming, 4 minggacha borishi mumkin mana shunaqa oralig'ida. Ya'ni aytganimdek, bu ham 10 yilda. Ko'ryapsizlar, Amerikada pul yaxshi pul topasizlar ham, lekin hammasi bu qolat degani emas. Mana shu joyi bor. Bizda masalan O'zbekistonda ko'pchilik nima qiladi? Shuni oladida masalan kalkulyator soladi. Bir kunlik anaqasini 30 kun yoki 1 yil soladida, wow deydi masalan, oyiga, 2 yiliga, bilmadim, 50 ming, 100 ming topar ekan deydi, wow deydi bo'ldi. Lekin xarajatni hech kim so'ramaydi. Da, bu yerda katta pul topasiz, lekin o'shanga yarasha xarajatingiz bor, ko'rayotganingizda. Video yoqqan bo'lsa, videoga bitta like sizlardan.